Toshkent shahar Yangi hayot tumaniga kelganmiz. Sotilayotgan uchastkamiz Yangi hayotga kiradi. Toshkent propiska, Toshkent 13-shahari, 13-tumani. Bu yoq tomonda Binokor mahalla, MTZ bor, TMZ bor, Toshkent metallurgiya zavodi bor. Bu yoq tomonimiz mana dala, bu yoqda asfalt zavodi bor. Qo'yilib bozordan где-то 8 kilometr uzoqlikda. Food City bozordan ham 5-8-10 kilometr uzoqlikda chiqadi masofasi. Qo'yliq katta bozor ham yaqin. Birinchiligini qaranglar. Har bitta mashina shu yerda o'tadi. Yo'l yuzi. Sotilayotgan uchastkamiz birinchi liniyada joylashgan. Profili bundan boshqa ham bor. Kirib ko'raveringlar. Sizlar bilan Baklirakman. Fasad o'zi 13 metr, ichkariga 75-76 metr chiqadi. Uyimiz 10 sotikdan iborat. Sotigiga $15,000 so'rayaptilar. Kami bor, joyda gaplashamiz. Bu yerga sklad qursanglar bo'ladi, xolodilnik qilsanglar bo'ladi, bozorda ishlaydiganlar, sklad qo'ysanglar ham bo'ladi, biznesmenlar, tadbirkorlar. Yoki sotib olib uy qursanglar ham bo'ladi, yashasanglar ham bo'ladi, kottej qilsanglar ham bo'ladi. Nima qilaman desanglar, birinchi liniyaga hamma narsa yarashaveradi. Qo'ni qo'shni yaxshi, o'zbek hammaligi. Ahil, yaxshi odamlar. Bu yoqda kirib kelishimizda, bu yoqda chap qo'lda remontini yaqinda yangi svej chiqazganman dedi. Mana yangi ob'oylar turibdi. Ikkita xona, bog'imiz spalniga kirmaymiz, o'zingizlar kelganda kirib ko'raverasizlar. Bu yoqda zal. Zalimiz kattagina o'tida devor pechkasi bor. Bu yoq ham, bu ham isib turiladi. Tak, tashqariga qarang, oynalari bor, patologlari ham chiroyligini. Ataplinasi devor pechka bo'ladi. Uzun koridorimiz. Ikkita xonasi tayyorgina. Ko'rib turibsizlar, shinam chiroyli. Xudo xohlasa baraka topasizlar. Hovlimiz, огородimiz juda keng. Bag'ri keng. Artizan bor. Uy egalari 20 metr pastga chuqurlikda qoqtirganman deyapti. Suvi eng shirin joylardan ichasizlar. Огородimiz, bu yoqda oshxonamiz, hujjatlar joyida, xohlagan kuninglar nominglarga o'tkazib beramiz. Xohlasangiz zaklab berasizlar, xohlasangiz to'g'ri notarchga boramiz. Bu yoqda bitta xonasi bor, oshxonasi bor. Gazdan muammo yo'q, svetdan muammo yo'q. Kanalizatsiya yo'q, lekin yama qilingan. Bitta oshxonasi bor, zali bor, spalnisi bor, yana bitta zali bor. Naveslar qilingan, mevali daraxtlar ekilgan, teraklari bor, olcha giloslari bor. Bu yoqda yana bitta qudug'i bor, yamasi bor. Bu yoqda endi tandir bor, agar tandir bilan non yopaman, somsa yopaman deydiganlarga tandiri bor. Navesi qilingan, letniy kuxnyani bu yoqqa chiqarsanglar bo'ladi. Hammomi bor, tualeti bor. Bu yoqda molxona, qo'yxona qilaman desanglar, unaqa sharoitlar ham qilingan. Orqasida uy bor, yon tomonida uylar bor. Uyimiz juda zo'r. Aytgancha menga 35 ming, 40 ming dollar atrofida uchastka kerak bo'lyapti. Mana shu Qo'yliq Food City atrofidan. Agar kimda-kim srushni sotish kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, naqd pul bor, tayyor klientim bor. Uni ham gaplashamiz. Telefonim bilan yozaman. Agar sizda sotilayotgan uyingiz bo'lsa, telefon qilsangiz, birga shug'ullanamiz. Tekin reklama qilib beraman, balkim sotilib qolar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Aytgancha, agar siz arenda uy qidirayotgan bo'lsangiz, Telegram kanaliga kirsangiz, har kuni 5 ta, 10 ta arendaga uylar tashaladi. O'tdan ham kirib ko'ring. Bu yoqda ham uylarimiz bor. Sizlar bilan Baklirakman. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Instagram, Telegramlarni kuzataverasizlar. Uyimiz shu. Tepada egalarim telefon nomerlari, pastda o'zimning telefon nomerim. Xayr, salomat bo'linglar.